Assalamu alaykum. Kitap okuş munbiri Avlatla tor betiga hoş geldiniz. Hazır anlaydığınız Abdurrahman Qahar'ның Keçür meni nazaket namlıq povesti. Davamı. 3. bölüm. Quddus bilen nazaket bepayan asmanda parvaz qilgan qushlardek erkin azade, g'amsiz bo'lib, har bir kundan razı bo'lishib yashamoqda edi. Yaş er-xotinlar umidvor bo'ladi. Necha kunlab to'xtamay yaqqan qar aralash yomg'irlarmi? Ba'zi bo'ladigan kunlab osh qilishlarmi ularni qilcha umidsizlikka sololmadi. Ularga dunyoda jafo mushaqqat, o'ngishsizlik yo'qdek tuyuladi. Ko'ngilli kun aqqan yulduzdek tez o'tib ketadi. Ko'ngilsiz kun so'ralmilik bilan o'tadi. Nazokatga boy qorosida o'tgan 3 yillik hayot 300 yildek bilingan bo'lsa, bu yerda o'tkazgan 15 kun 15 soatdekmi bilinmadi. Dunyoning shundaqmi azoda, xotirjam joylari bor ekan-ku. Nemishqa odamlar shundaq joylarda yashamaydigandu? Tağlarda, bo'libmi mundaq ishkiri tağlarda qish burun tushib ketadi. Tağ teriki qiyinlarning yo'pirmoqlari to'kilib ketgan. Har kuni izg'irin shamol chiqib, dal-daraxtlarning yalang'ochlangan shoxlari achchiq shivirlaydi. Bo'ron urib turgan g'ar o'nkirlardan qo'rqinchli ovozlar ko'tariladi va atrofga osh bo'rilar yig'ib ketgandek vahshiy huvlashlar anglanadi. Quddus uzun juvini, nazokat bo'lsa qisqa juvini salolmaydigan kunlar ko'paymoqda edi. Bayqavatamsiz, dedi bir kuni Quddus. Qish bo'ri jovisini kiyib kelyotdi. Nazokat onunğa illiq kulimsiredi. Odam xotirjam bo'lsa, tabiatning hammali kuni ko'ngillik tuyuladi ekan. Ko'ngilli kunlarni texmi yaxshiroq o'tkazishning g'amini qilmasak bo'lmaydi, chunki biz mushu o'nkirda qishlaymiz. Nazokat uning so'zini darhol bo'ldi. O'nkir dedingizmi? Rost, uyimizga keraklik narsalarni tayyorlash kerak. Texi otga eg'il selish, o't cho'p yig'ish, bozorga tushib chiqish kerak. Tushib chiqing, men turib turibman. Bu qo'g'illiqning yo'li emas. 2 qitim tushib chiqishga 8-9 kun ketadi. Sizni qandoq yolg'iz tashlab ketalayman? Amsa men qandoq qilaman? Mashadin kun chiqishga qarab yarim kun otliq mansaq, xuddi bizga o'xshash yashayotgan bir bovay bilan momay bor. Sizni shularga omonatga qo'ymoqchiman. Qandoq deysiz? Omonatni chin saqlayolisi mayli, dedi nazokat kulib. Shuningdan keyin Quddus tinimsiz harakat qildi. Nahiya bozoriga tushib, turmushga keraklik narsalarni to'shidi. O'tin yig'ib taqladi. Nazokatni yana o'nkirga qaytirib akalgandan keyin otga eg'il yasab, o't cho'p yig'ish ishiga kirishdi. Quddus har kuni degidek ovga ketadi. U ko'k etiga minib manganda nazokat xuddi e'tiborliq mehminini uzitib chiqqandek uning bilan xeyli uzun yerlargacha birga mangadi va "Paxas bo'ling, ixbar yerlarga bormang", deydi. Kun qayrilishga boshlagandan tartib uning yo'liga intizorlik bilan boqadi. Qattiq qish boshlandi. Quddus ovga chiqmaydigan bo'ldi. Hamma yoq qalin qor bilan chumkalgan edi. Yiroqlardagi tog'lar, ushbu cho'qqilar o'zining har xil ko'rinishlarini yo'qotib, oq to'lliq odamlarga o'xshab qoldi.
Boran her güne degedek çıkıp turatdı. Qar qoyunu tağdın taqqa, jiradın jirağı urulup, pirqirap oynaydı. Şoňa mundaq şivirgallıq günlerde ovga çıkış xatarlik edi. Onuňsyzmy ularnyň rizqisi bolgan kiyik we tag öşkeleri bäzide öňkürniň aldygyla kelip galatdy. Ojakda qaragay otuny çaraslap yanatdy. Öňküri içi ıssyk, illiq edi. Nazaketniň ot ýalquny düşüp turgan hatirjem çyraýydyn baxt nury çaqnaýdy. O moşu yawaýlarça turmuşdyn jannatga kirgendek hoşal edi. Ätedin keşkiçe öňkürde solunup olturuş onuň içini puşurgany ýok. Belki onuňga o razy edi. Ana, onuň sumbul çaşlaryny Kuddusnyň barmaklary tarap durupdy. Kuddus, dedi o beşini kötürüp. Baxt degen neme? Baxt? Tuyuqsuz berilgen sualdın Kuddus təmtirəp qaldı. Baxt degen xatirjemlik, dedi Nazaket. İkimiz xatirjem go. Şuna ikimiz baxtlik. Men sizge özüm körgen bir vaqani sözlep berey. Bayının çoğ xutundan bolgan Gülsüm adlıq bir kızı bar edi. O bir kembeğer balany yaxşı göretdi. Ata anısı onu yana bir bayının balısıga bermekçidi, birak kız onu kılçımı yaxtırmaydı. Gülsüm ahir heliqi kembeğer balı bilen qiçip ketdi. Bayının öydikiler, nomusumuz töküldi, dep özlerini kaçatlaşdı. Anısı, baxtsiz bolğusu keldi bu juvaynimekning, tortquluğu bar texi, dep qalşıdı. Menimçe Gülsüm baxtlik turmuşqa erişdi. Beşiga oltun taş kiyip alsımı turmuş köngülsüz bolsa, onu qandaqmı baxtlik turmuş degili boludu. Köngül xalıgan işini qilishni nomussuzlik, xalamagan işini qilishni nomusluq dep qaraydiganlar baxtni ana şundaq ölçäýdi. Nazaket sözdün toxtap Kuddusqa tikildi. Bayaşat ailede çoň bolgan kız aşu turmuşqa könermi? Dedi Kuddus uzak oýlanyşdan keyin. Şu kembeğel jigitni çin dilidin söýse, onuň japasyny rahat dep bilidi. Aşu turmuşqa qanaat qılıdı. Baxtlik boldy degen ani şu. Nazaket köp oýlaýdy, köp sözläýdi. Sözlegendimi oýlaganlarynyň hemmisini qaldırmay sözläýdi. Öňkürge solunup ötken qışnyň soğuk könleri, uzak tünleri maşundaq söhbetler bilen bilinmey ötüp ketdi. Qarlar erip, muzlar yerilip, ätiyaz özüniň yeşil tonunu kiyişke başladı. Jiralar, saylarda dehşetlik şavqun salgan sular yıkılgan daraxtlaryny qırgaqlarga vahşilerçe urup elip maňmakda edi. Bir neçe gün ana şundaq şiddet bilen aqqan su qışnyň açyk soğuklaryny, galdy gaşlaryny äketdi de başqaça bir dünýä yüz etişge başladı. Hayvetlik tağlarının en güzel mezgili yetip geldi. Her yili bir keladigan bahar şundaq güzelmidi? Ya ki bu yıl şundaq çıraylık hüsün bilen keldimi? Nazaket bahar hüsnüge məptun bulup, etrafqa bütün işqi bilen tikilip turatdı. Öňkürniň üstüden hemmi ýak uçuk görünetdi. Onun avu igiz çoqqularyny appak bulutlardek quçaqlagysy, bagryda özgesi ve yanımı igizliklerge çıqqysy keldi. Keyin o güldäste tüzüşni oýlady. Rengaran gül bilen bezelgen ýantolukka berip, qaýsy xildiki gülni otturaga, qaýsy xildiki gülni çöýürsige tüzüşni köňüliden ötküzdi de iňişdi. Awal Leyla Qazaqnyň yumşak golunu tutdy. Dal şu çagda goýa biri "Hay hay"
degandek qo'lini darrov tartib oldi. Nemishqa üzümen, so'lishib ketmamdi. Ungan yerida yashirib tursa yaxshi emasmi? Deganlarni o'yladi-da, ingishib turib uni puradi. Muradiga yetib, xuddi mendek ichilgan gül. Teximi içil, esil puraqlaringni chash, mangu mushundaq yayrab tur. O gullarga zo'qmanlik bilan tikilib turib qoldi. Quddus kiyik go'shini parchalab qozonga solg'udak qilib qo'ydi-da, qo'llarini pokiz yuyib, o'rlab mangdi. O o'nkirning beshiga chiqib, nerida gullar orasida nemagadir tikilib turgan nazokatni ko'rdi. Beshiga parang yog'liq tangan nazokat xuddi yenidagi gullarga o'xshab qolgan edi. Quddus putining uchida dassab uningga yiqildi. Oldidagi kichik azgalga tushdi-da, uruqchilik toshni ilib nazokatning qo'lini challab turib otdi. Tosh degan yerga tegdi. Bildim, bu siz, dedi nazokat kayniga qayrilibmi qo'ymay. Quddus kulib beshini ko'tardi. Qandoq bildingiz? Teshingizning erkilab tegishidan. İkisi yumshoq cho'p ustida o'ltirishdi. Hayvatlik kumush ranglik cho'qqilarga tikildi. Nazokat erkilab beshini Quddusning maydisiga qo'ydi. Quddus yo'g'on barmoqlari bilan uning chechini tog' shamollaridek yelpib tarashqa boshladi. Nazokat muhabbatning lazzatlik payzini surib, tamoman mast bo'lib ketdi. Quddus, dedi nazokat. Biz osmonda parvoz qilayotgan ashu qushdek g'amsiz, baxtli-ka? Shundoq, dedi Quddusmu hayajon bilan. Ana, bu qirda ichilgan bir jup gulni ko'rdingizmi? Ko'rmaychi. Biz odamzod yaralgandan beri birinchi qitim tog'da ichilgan bir jup qizil gul. Tapdınız, biz bir jup gül, amma gül so'lishidu. Biz abadiy so'lashmaydigan gül. Ma'nilik gaplar, tatlı xiyollar ularning baxtiyor turmushini, kelajak haqidagi go'zal orzularni ifoda qiladi. Bu baxtlik damlar har ikkisini mast qilib etgan edi. Nazokat bir dili jonlandi. Quddus, qarang, midirlavotidi. Oqshomda midirlagandek qilgan. Rostmi? Qo'lingizni qo'rsqimga qo'yib beqingmi? Quddus qo'lini sundi. Qandoq ekan? Rost ekan, tepivotidi. Sho'x o'xshaydi. Sizni do'rsa, cho'qim sho'x bo'ladi. Yo'q, kuchlik o'xshaydi. Sizni do'rsa, kuchlik bo'ladi. Nazokat xushalliqida qiniqa patmay o'rnidan turib ketdi va pirqirab usul o'ynadi. Quddus uning xushalliqiga mastligi kelib, chaddas harakatlariga zo'qlandi. O'z hayajonini bosolmagan nazokat kulimsirab turgan Quddusni chin quchoqlab oldi. Kun yengilib ketib, uning oxirgi oshqizil holrang nurlari osmonda laylab turgan oppoq bulutlarning girvaklarida qoldi. Bu tog'lar orasidagi kashki go'zallik payti edi. Shu go'zallikdan ruhi ko'tarilgan nazokat abjil harakatlari bilan ushaq to'g'ralgan yavi piyoz bilan samsoqni o'nkirning oldida po'ruqlab go'sht qaynavatgan qozonga selibatdi-da, xemirni yeyishga tutindi. Yiroqdan mushu yoqqa qarab kelayotgan bir otliq kishi ko'rindi. "O, kimdi?" Sal dakka-dukkada so'radi nazokat.
Quddus o'rnidan turib, nazokat ko'rsatgan tarafga zan selib qaradi. Ha, u hezim ovchi. Ov chaqdi kelgan buvaymi? Ha, men uni tunogin ko'rgan. Iyiq izlab yuribdi ekan. Hayal o'tmay otliq kishi yetib keldi. Assalomu alaykum hezim bova. Va alaykum assalom. Hezim ovchi etidan tushdi. O gavdalik, tembel, yeshi 60'ning qarısini elib qolgan odam edi. O beliga qil arqonni qavat o'rib olgan edi. G'anjug'isida qo'ng'ir iyiq terisi turadi. Pah, tepsanda, omdin borjumi sening? Mushuni deb 4 kun qonqirib yurdim degini. Ular önkürning oldig'ida selingan bo'ra iyiq terilarining ustida o'ltirishdi. Piyaz, samsaq bilan aralashib pishgan kiyik go'shining mazzilik puriqi demoqqa urilatdi va eg'izlarga seriq suv keltiradi. Nazokat go'sht so'zilgan kichik tangnini ikkisining oldiga qo'ydi. Tangnidan qo'yuq hur purqirab ko'tarilib turadi. Yaxshi mehmon tamoq ustiga keladi degan gap bor, dedi Quddus. Qani, bakangni al. O'zimmi go'shtning puruqini bir kunlik yerdan sezaman. Hezim bova bakisi bilan go'shtlarni parchalab to'g'radi. Nazokat qurg'oq go'shtning ustiga yog'och sapliq bilan yana sho'rpa qo'ydi. Ular tamoqqa kirishdi. Bir tangni nerin yeyilib bo'lgandan keyin yog'och chinlarda sho'rpa ichishdi. Qorsoq obdan to'ygandan keyin nazokat qochquchilarni yuyishga ilib mang. Quddus qo'lini ertib etib, aldirmay o'ltirib tamoqqa yegidi. Önkür oldidagi tog' suyi texami qattiq sharqirashga boshladi. Qon turib bog'lab qo'yilgan ot mugdaydi. Asta uravatgan shamol shivirlaydi. Kashki nam havo ularning qo'llarini kirishtirib muzlatadi. Atrofni qorong'ulik qoplashga boshladi. Yulduzlar charaqlab yondi. Tog' kunduzimi, kechasimi go'zallik bilan to'lgan xislatlik joy edi. Hezim ovchi bilan Quddus u yoqdan bu yoqdan gap qilib, oxiri iyiq ovining gapiga tushdi. Iyiqni nada uchratdim? Yolg'iz buloqda. Xeli ilishgan o'xshamamsan, kiyimlaring qong'u. Ilishmay, osonmi? Taqir jiradan aylanib yolg'iz buloqqa chiqishimga, yo Alloh, Xudo ko'rsatmasin, taskaydagi chatqonliqdan oldimg'ida chiqib qoldi demamsan? Elim yaxshi belikimga to'm qilib qil arqamni o'rib olganman. Kasofat bir chirqirdi-da, birdilla uyri bo'lib elib, oldi bilan ikki qo'li bilan bir aqli chanqal soldi. Arqan o'rg'an qo'limni og'zig'ila tutib berdim. Eg'iz soldi. Menmi o'ng qo'limga olgan xanjarni yuragiga kaynidan 2-3 urib edim. Uning qo'llari bo'shib qoldi. Maydasiga kuchab turib birini tepib edim. Kayindagi pastga domalab tushdi. Menmi kaynimga 10-15 mingdam chekinib oldim. Mundaq chaqda iyiq qancha ko'p harakat qilsa, shuncha ko'p qon ketadi-da. Ongacha umi yumilab qo'yib, men tarafga qahri bilan ikkinchi qetimi etildi. Biroq bir necha mingdamdan keyin bo'la olmadi. Tizlanib yiqildi. Mundaq xatarlik ahvolga bultur menmi bir yo'liqdim, dedi Quddus. Naq shu yerda, xuddi sana yo'liqqandek, iyiq meningmi oldimga chiqib qoldi. Mengamu bir aqli chanqal solaman deb oldi ikki qo'lini ko'tardi. Menmi batlaklik miltiqimni uningga tanglabla turib qoldim. Uningga jon kerak ekan, umu shu holda turib qoldi.
miltiqning uchi uning og'ziga kirib ketayli deb qolgan edi. Iyiqmi ko'zni boshqa yoqqa burolmaydi. Menmi burolmaydim. Tepkini bastım. Kasapetçilikni qaramandigan piston chaqmadi. Endi o'libdiman deb o'yladim-da, ikkinchi qatim besib edim. Ya Xudoga shukr, etildi. Iyiq qonqib kayni ko'chib ketdi. Uning ikkinchi qatim etilib keladigan nada holi birdam tipirlab oxir jimidi. Mushu ostindagi teri shu iyiqning terisi. Ovchilarning gepi qiziqarliq, ammo vahimelik bo'ladi. Ajoyib dahshatli voqealarni, vahshiy hayvonlarning yovuzliklarini so'zlash ular uchun odatdagila ish. Lekin anglag'uvchilar uchun intayin qiziqarliq va qo'rqinchli bo'ladi. Nazokat shundoq tuyg'ularga cho'milib, berilib tanishdi va o'zida bir xil qo'rqinch paydo bo'lganligini his qildi. Ularning paranglari xeyli davomlashdi. Vaqt yerim kechaga ulashganda andin yetib kelishdi. Әтісі чайдан кейін Ezim ovchi etini to'qib, putini uzangiga alganda Quddus bir jup oltin halqini uningga uzatdi. O'zing bilasan, biz nahiga tushalmaymiz. Sen mununi setib, budaq chiqishingda nazokatga bir qora kiyim-kechak alg'ash chiqsang, uning turgan turqi shu. Bo'ladi. Xayr, omon bo'linglar. Ovchi yurib ketdi. Ezim ovchi bir qo'nib nahiga yetib keldi. Әтісі nahiya bozorida iyiq terisi bilan oltin halqini chapsalla setib etdi. Halqini xeyli jiq pulga sotgan edi. Shuningdan keyin nazokatga kiyim-kechak elish uchun bozor arladi. Taqqa loyiq, chidamliqroq to'play olaman deb xeyli uzoq aylandi. Axir bir vaproshning do'konidan bir par to'playni so'zlashib qoldi. Biroq pulini to'laydigan chaqda nemidadir o'ylab turib qoldi. "Ha, yo'l tiyib qoldimi nima?" dedi vaprosh. "Yo'l tiyib qolmadim. Kichik kelib qolarmikin deb ansirayapman." "Kimga oldilar?" dedi do'konning oldida o'tirganlardan biri. "Bir qizga olatdim." "Kiydirib olganlari yaxshi." "Kiydirib olganimga yaxshi-da, biroq u qiz tog'da-da." "Tog'da? Qozoq qizimi?" "Yo'q, biz haq." "Texi yayloq vaqti yetib kelmasa, Heletin taq chiqib olgan qandaq biz haqdi u?" Ezim ovchi cho'chib kayniga qayrilib, so'zlayotgan odamga qaradi. Bu Maqsud boy edi. Bovay cho'chib ketdi. Neri beri gapni qo'yib, pulini to'ldi-da, to'playni elib, xuddi bir narsani yuttirib qo'ygan odamdek ittik yurib ketdi. Maqsud boy ovchi bovayning harakatiga tikilib qaradi-da, ko'ngliga gumon tushib, uning kayniga tushdi. Uning sirlik chiroyi tatirib, burutlari dardiyib ketdi. Bovay u yerdan yenib, Chapan bozorga kelgan edi. Maqsud boy bir damdala ikki chaqirini tepib kelib, bovayni jiroqdan ko'rsatib turib pichirladi. "Ani shu Ezim degan ovchi ekan. Kayniga tushinglar. O kiyim-kechak kelyapti. Heliqi nazokat degan qo'shqul qiylayotganda qiladi. O tog'da o'xshaydi. Bu qeri balkim atigacha toqqa mangadi. Ko'zga ko'rinmay kayniga kiranglar. Bugun uyni ko'rib elinglar. Yaxshi xizmat ko'rsatsanglar, tapan haqqinglarni degandek beraman. Qolgan gapni oqshomliqi deyishimiz." Degandek Ezim ovchi әтісі әттігенде nazokatga olgan narsalarni xurjunga selib, otliq yo'lga chiqdi. Maqsud boyning ikki chaqirimi uning kayniga tushdi. Ular bovayni qara ko'ra ko'rib kaynidan mingiverdi. Lekin
yıqınlaşmadı. İki çakar bovayni hem yuturib qo'ymaslik, hem ko'ziga ko'rinmaslikka tirishib, birda tiklab, birda ostilab yurmakda edi. Bir yerga kelganda qiyra ovchini yittirib qo'ydi. Angacha ular o'zimi o'ng tarafga ketgan jira eg'iziga kelib qoldi. Qayoqqa mang'andi? Udul soy ichi bilan mangdimi yoki buni jirag'i burildimi? Ular tengriqab qayoqqa mang'anligini qiyos qilisholmay turib qelishdi. Uning jintak yo'qolib ketishi ularni vahimaga solgan edi. Ular vahimalik xiyollar bilan to'rt atrofga qarashib, yarim soatdek turib qelishdi. Agar udul ketgan bo'lsa, bu egizliklarda ko'rinmasmidi? Undoq bo'lsa, buni jirag'i burilib ketgan o'xshaydi-a? Ular atlarının beşine burab, jira ichiga kirib ketdi. Uzoq mangdi. Ovchining qarisi ko'rinmaydi. Yana biroz mang'andan keyin jira ustiga chiqdi. Oldida yana bir egizlik ko'rindi. Uning ustiga mi chiqishdi? Shu chaqda oldi tarafda jiroq bir yerda ko'kish isining ko'tarilib chiqayotganligini ko'rib qelishdi. Ular boshqadalla jonlanib shu yoqqa qarab otlarini choptirib yurib ketdi. Ularni eng avval nazokat ko'rib qoldi-da, o'nkirga yugurib degidek kirdi. "Hezim buva, ikki otliq kishi kelyapti", dedi u o'ngsili o'chib. Çay içip oturgan Hezim buvayı beşini götürdü. "Ovchilardi?" "Yo'q, ovchi emasdek qiladi, miltiqsiz." Quddus atdigan ovga chiqib ketgan edi. Uning yo'qligi nazokatni andishiga selib qo'ydi va yuragi do'pildab urishga boshladi. Ikkilan o'nkirga salom soatsizlik kirib kelishdi. "Ha, nazokat xinim, siz bu yerda ekansiz-da?" dedi ularning biri. Nazokat ularni to'naydi va ularning qandoq maqsadda kelganligini darhol tushundida, g'azab nafrati birdilla chiroyiga o'qchib chiqdi. "Ha, mashadimi? Bu yerni timiz qilib tepishdingmi? Chashqonning kirmaydigan to'shigi yo'q degan rost ekan. Bir parcha qattiq nonni umr bo'yi g'ojilaydiganlar." "Tilingni tort, sen boyning amridagi xotinsan." Elishish mushuning bilan boshlandi. Ular nazokatni so'rab manganda buvay uningga esildi. Chakarlarning biri yerib, kaslab qo'ygan qarag'ay o'tin bilan buvayning beshiga tuyuqsiz urib etdi. Buvay yiqilib hoşsizlandi va qonga melinib yetib qoldi. Ular shundaqdimi nazokatni o'nkirdan olib chiqib ketolmagan bo'ladi, ammo u tayoq zarbisidan hushidan ketib yiqildi. İkisi onu o'nkirdan so'rab ochiqdi va otning oldiga elib ketishdi. Quddus kashga yaqin ovdan qaytdi. U xushal edi. Chunki tog' o'shkisi otgan edi. U nazokatni xush qilaman deb o'ylaydi. Bugun atdigan Quddus ovga manganda "Bu qitim pol salayli" degan edi nazokat egarning qishidan tutib turib. "Agar sizga tog' o'shkisi yo'liqsa, bolamiz o'g'il, kiyik yo'liqsa, qiz bo'ladi." "Har ikkisi yo'liqmay qolsa shu. U chaqda qiz o'g'illigini bilolmagan bo'layli. Sizcha qaysi yo'liqsa bo'lar?" "Tog' o'shkisi." "Nemishqa? Sizning yolg'izligingizda o'g'il bo'lsa deyman-da." "Sizmi yolg'izg'u?" "Menmi yolg'iz? Ikkinchisi..." Nazokat o'ppida qizarib yerga qarab oldi. Quddus shu gaplarni eslab, etini devitib, ichiklab kelmoqda edi. Biroq u o'nkirga qancha yaqinlashgan sari shuncha hayron bo'ldi. Chunki u har qitim ovdan qaytganda nazokat oldiga qarshi olg'ili chiqadi. Bu qitim
Nemi bolgandy? Otun tergil ketkenmidi? Su boyga kir yugulu düşüp ketken bolsuçu. Ya birer yerge mökünüp aldım ekin? O önkürüge yakın kelip, çeşinip yatkan närselerini gördü. Şu an yüreki bir kısmı bolup ketdi. Aldırap attan düşüp önkürüge kirdi. Kirgen peti qitipli kaldı. Hezim bovay sona ilinip yatatdı. Onun yüz gözleri, çaş sakalları qıp-qızıl kan bilen bolgangan bolup, korkunçluk tüsке kirip kalgan idi. Nazaket görünmeydi. Bova, hezim bova, nemiş boldu? Nemi alamet bu? Nazaket qini? Bovay medirlap mı koymaydı. Lekin tinavatqanlıqı bilinip turatdı. Quddusning ko'ngliga yetmagan ishlar yetdi. Kekirdekiga o'tkir pichoq tiqilgandek ig'ir tinatdi. U shunchalik huduqib, qaymiqib o'zini bilolmay qoldiki, buvayni tashlab o'nkirning oldiga chiqib qolganligini sezmadi. U suv bo'yiga chiqdi. Izlarga sap soldi. O'nkirning ustiga chiqdi. Jiralarga tikildi. Qaysi kuni o'ynashib nazokatga tosh atgan ozgalg'imi qarab keldi. Ahiri o'zini basolmay, ovozini bo'lishcha qo'yib berib varqiradi. Nazokat! Tarap-tarapdan nazokat degan aks sadolar birining kayindan biri jaranglab, tog' ichini biri oldi. Uningdan boshqa sado anglanmaydi. U yoqqa qaraydi, bu yoqqa qaraydi. Yüzlerinden, boyunlarından, kulak çöğürlerinden ter tamçılarının çıpıldap iqavatqanlıqını duymaydı. Bir çağda onun yadıga Hezim bovay keldi de öngörge qarap yugurdu. Bovayning yenida o'ltirib, yüzlerdeki kan dağlarını sürttü, tazaladı. Şu çağda bovay medirligandek qildi. Sel tevrendi. Ko'zini qiya açtı. Onun közleri yığı tügegen çırağdak nursiz edi. Gez bağlap ketken kalpukları qo'rulup ümçüyüp duratdı. Bovay nahayeti təsdikdə kalpuklarını midirletip, bolğan vaqani üzüp sözledi. Quddusning mengisidan tutun chiqqandak bo'lib, g'azabdan bütün vücudu titreşke başladı. Qanday qilish kerak? Ularning kayindan ot salsunmu? Biroq bovayni şu halda tashlab manqala bo'lamdi. Onun hozirgi holati tövrükke mahkam bog'lab qo'yilgan. Ammo bir o'rinda tura olmay, yerni chopchib, chepishga tayyor turgan otni eslatdi. Quddus şu halda bovayning beshida parvonadek aylanib, bir kunduz, bir kechini o'tkazdi. Bovay endi o'ltirg'idek, ostola o'rnimi yugidek bo'ldi. Shu chaqda u Quddusning talog'a intilib turgan ko'zlariga qarab, mundaq dedi. To'g'ri balam, Zeynepmi kakkukni izlab, tinmay kakkuk deb qishqirdi. Ashu qushjinida o'zi yari uchun shunchalik sakpari bo'ladi. Sen odam emasmi? Sen bu nazokatni izla, top. Uni chilbö'rlarning cho'ngilidan qutuldir. Manga qarama, men endi o'lmayman. Quddus kök atni to'qidi da atlandı. O at üstüde beşini iniştirip xuddi atning üstüden birdilla uçup ketadigandek qiyofatda o'ltiratdi. Go'yo o'zi chepib atgandek o'pkisi og'ziga tiqilib, nafas ilishimi qiyinlashib bormoqda edi. O yerim kechadan oshganda itlarning qavg'an ovozidan noyaga yaqinlaganligini bildi. O әтсі дегенде nazokatning Maqsudbayning qorosida ekanligidan xabar tepib, kiyimlarini darhol yangushlab qalandar siyoqiga kirdi. Maqsudbay bozorga manganda u ola xurjunni mo'rsiga selib, osini to'kulditib bayning qorosiga kirib bordi. Iloho amin, yaxshilarning sadig'isi bo'lg'ay.
Үйінің бір бұлыңыда тошқандак түгіліп, бешіні тізіға қойып, чоңқұры ғәм білән олтырған Назакет бірділла жалынып бешіні көтерді. О, Құддусны авазыдың тоныған еді. Нәқшу, Құддусның авазы! Onunğa goya zulmet keçe yorup ketkendek, koyuq bulutlarını boranlar sölöp etkendek, qarаңғы jangaldan dağdam yol içilgandek belindi. O ırıgıp orundan turup bir parça nanını kötürüp hoylağa çıktı. Müşküller asan bolğay, yarallarının sadıgısı bolğay, ilahi amin. Quddus, yırtık çapan, çangı sakal içinde külümsirep durgan Quddus. Nazaketning ko'zlaridan yosh taramlab to'kilishga başladı. U o'zini Quddusga atmoqchi edi. Biroq boy uning kayniga hajar mo'mayni selib qo'ygan. Quddus Nazaketning qo'lidan nonni ilish orliqida ko'zi bilan talo tarafni sharat qildi-da, kayniga burilib, qo'roqdan chiqib ketdi. Qarаңғы tun. Yulduzlar ko'zlarini yumgan. Vaqt yerim keçige yaqinlashganda boyining qo'ru temaga yamaşqan Nazaket seyirlib ko'chaga tushdi. Xeylidan beri taqatsizlanib kutib turgan Quddus uni qo'ltig'idan ko'tarib elib, otning oldiga o'ltirg'izdi-da, otni bo'lishiga choptirib, bu yerdan tezla g'oyib bo'ldi. Xo'sh, bugun mo'shunchalik o'qiylik. Davomig'a diqqat bergaysiz. Mikrofon oldida Nuriya Rahmat. Kirishtirgan muzikani Dilfuroz G'ani ishlagan. 2022-yil sentabr Gretsiya Paros orlida unga elindi.